Bugun sizlar bilan hayvonlar farqini o'rganamiz. Keling, masalan, gepard va leopard farqi. Bir qarashda ikkalasi ham bir xilga o'xshaydi, ammo unday emas. Misol uchun, gepard juda tez yuguradigan hayvon. U 100 km/soatgacha tezlashadi. Leopard esa juda kuchli hayvon bo'lib, u timsohlarni ovlaydi. Bundan tashqari, u o'lja bilan daraxtlarga ko'tarib olib chiqib keta oladi. Bular hali hammasi emas. Keling, masalan, hasharotlarga o'tsak. Misol uchun, asal ari va ari. Deyarli ikkalasi bir xilga o'xshaydi, ammo farqi katta. Asal ari foydali hasharot. U asal ishlab chiqaradi va gullarni changlatadi. Oddiy ari esa ko'proq hujumkor bo'ladi, ya'ni chaqishi mumkin. Va yana u asal ishlab chiqarmaydi. Eng qizig'i, asalari chaqsa, asalari o'lib qoladi. Oddiy ari esa qayta-qayta chaqishi mumkin. Bularni bilarmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Endi keyingi hayvonga o'tsak. Bu sudralib yuruvchilar, ya'ni timsoh va alligator. Bir qarashda ikkalasi ham bir xilga o'xshaydi. Bu videoni ko'rganingizdan keyin aniq ularni farqlay olasiz degan umiddaman. Timsohni burni uzun va uchli bo'ladi. Alligatorniki esa aksincha. Uniki kalta va yamaloq sifat bo'ladi. Timsoh juda agressiv bo'ladi. Alligator esa nisbatan tinchroq, ya'ni yuvosh. Yana bir farq. Timsoh og'zini yopsa ham tishlari ko'rinadi. Siz qaysi birini telefonda yoki hayotda ko'rgansiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qurbaqa va baqani bir xil deb o'ylaysizmi? Aslida ular o'rtasida katta farq bor. Qurbaqalar odatda suv yonida yashaydi. Ularning terisi silliq va nam bo'ladi. Baqalar esa ko'proq quruqlikda yashaydi. Ularning terisi quruq va sal g'adur-budur bo'ladi. Yana bir farq. Oyoqlarida qurbaqa uzun oyoqlari bilan uzoqqa sakraydi. Baqa esa qisqaroq sakraydi yoki yuguradi. Qurbaqalar ko'proq suvga bog'liq. Baqalar esa quruqlikka moslashgan bo'ladi. Qiziq fakt. Ba'zi qurbaqalar zaharli bo'lishi mumkin. To'g'risini aytsam, men qurbaqa quruqlikda yashaydi deb o'ylar edim. Siz qanday o'ylardingiz? Buguncha shular. Aytgancha video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.